Hammaga salom bo'ldi. Streamos kanaliga xush kelibsizlar. Bugun anarxiya serverida vibe bo'lib o'tdi va men bugun anarxiya serveriga kirib o'z qo'limdan kelgancha harakat qilib serverda yaxshi o'rinlarga ega bo'lishga harakat qilaman. Bugungi videoda biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Oldimizdan chiqqan to'sqinlarga qarshi chiqishga harakat qilamiz. Chunki to'g'risi aytsam, o'yin jarayon juda ham xavfli va qo'rqinchli, balki maroqli va zavqli o'tdi. Bugungi videoda men bir o'zim emas, balki o'z do'stimni taklif qilishga qaror qildim. Chunki u anarxiya o'yinlarida juda ham ko'proq ma'lumotga ega va mendan ko'ra ko'proq narsalarni biladi. Bu videoda hamma o'z qo'lidan kelgancha harakat qiladi va qo'lidan kelgancha yaxshi o'rinlarga ega bo'lishga va serverda top bo'lishga harakat qiladi. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Hammaga omad. Aytgancha biz bilan va do'stingiz bilan yaxshi maroqli vaqt o'tkazmoqchi bo'lsangiz, sizlarni mana shu serverda kutaman. Vibe boshlanish bilanoq bizni birinchi qiladigan ishimiz o'zimizga ko'proq resurslar to'plashimiz kerak edi. Shuning uchun biz ovga chiqdik va bizni yo'limizdan chiqqan barcha o'yinchilarni yakson qilishga qaror qildik va mana ko'rishingiz mumkinki, biz har bitta o'yinchi o'ldirgan holda ham undan pulini olamiz va undan uning resurslarini olishimiz mumkin bo'ladi. Men uyga tepa qilib olib o'z narsalarimni qo'yishga qaror qildim, chunki inventarim juda ham to'lib ketgan edi. Agar biron kishini hozir o'ldirganimizda ham u narsalar tushib qolganda, men u narsalarni yig'ib ola olmasdim. O'z do'stimga tepa qilib, oldimizdan chiqqan dushmanlarga qarshi chiqishga harakat qildik, lekin ularning kuchi bizga yetmasdi, chunki ularda narsa yo'q edi. Shuning uchun o'zimizga kuchliroq bo'lgan va ko'proq narsalar bo'lgan o'yinchilarni qidirishga harakat qildik. Hozir vibe bo'lganligi tufayli ko'p o'yinchilarda narsalar yo'q. Shuning uchun ba'zi bir o'yinchilardan ko'proq resurslarni kutmasak ham bo'laveradi. Men vaqtni ketkazmasdan oldimdan chiqqan hayvonchalarni o'ldirdim. Ham undan pul tushadi, ham undan olib olishim mumkin bo'ladi. Video turgan paytimda do'stim meni tepa qilishimni so'radi va men tepa qilgan paytimda menga tezagina bitta kishi urishni boshladi. Yo, meni xibrlarim juda ham past bo'lishni boshladi, lekin biz uni birgalashib o'ldirishga qaror qildik. Lekin u shunga qaramasdan qochishga harakat qildi, lekin orqasidan borgan holda biz uni va nihoyat yengdik. Ancha vaqt o'tmaz daraxt ustida yana bitta bolani ko'rib qoldik va men do'stim demak ostidan uni chalg'itdi va men unga qarshi chiqishga harakat qildim va u pastga yiqilib tushdi. Lekin biz uni orqasidan qo'llashga qaror qildik, chunki bizga juda ham ko'proq resurslar kerak edi. Shuning uchun uni chalg'itdik va uni yengishga qaror qildik. Bilaman, bir o'ziga bolani qiyin bo'ldi, lekin biz qanday qilib bo'lmasa ham uddaladik. Menga ko'proq resurs kerak bo'lgani tufayli shaxtaga shu bizga kerak bo'lgan rudalarni hammasini sindirib oldim. Shaxtada qo'zib o'tirgan paytimda ortimdan kimdir hujum qilishni boshladi. Men qo'limga qilich olishni olmasdan oldin u meni spawnga yubordi. Mayli hech qisi yo'q, men u bolani eslab qoldim. Tezagina uyga tepa qilib olib o'zimga kerak bo'lgan narsalarni terib oldim va qarabsizki, do'stim ham shu yerda ekan va u sandiqlarni demak narsalar bilan to'ldirayotgan ekan va o'zimga kerak bo'lgan narsalarni olib, qaytib yana jangga qaytdim. Yo'llarga yurgan paytimizda biz o'zimizga oddiy portal topib oldik. Do'stim singan portal tayyorlab, meni o'ziga chaqirdi va men buni ko'rib ko'zlarim yorishib ketdi, chunki u singan portalni tayyorlab, men qanday qilib buni qilganda ko'zlarim yorishib ketdi. Xo'p, bo'lmasa demak endi sekinlikdan portalga kirishimiz kerak bo'ladi va o'ylaymanki u yerda bizni hech qanday dushmanlar yoki moblar kutmayapti. Va biz qanaqadir kabinaga tushib qoldik va bu joyni ko'rib to'g'risini aytsam ozgina yuragim joyiga tushib ketdi, chunki bizdan oldin bu yerda adashmasam hech kim bo'lmagan, lekin do'stim bu tomondan u yoqdan kirib qanaqadir narsalar qilishga harakat qildi va u aytdi mengaki, "Men uyga borib kelaman, sen shu yerda qol." Endi chatni taxlayotgan paytimda oldimda qanaqadir bola kelib meni o'ldirishga qaror qildi. Xipalarim to'rtta qoldi, lekin men uni demak hujum qilishga qaror qildim. U shitda o'ldirdi, lekin meni u yaxshi urishimni bilmasdi. Shuning uchun uni o'ldirib, uni narsalarini olib oldim. Endi bizdan talab qilinadigan narsa boshqa odamlardan tezroq o'zimizga demak atski qurollik va bastion topishimiz kerak edi. Biz spawnga tepa qilib atski rezidentga o'yinga kirmoqchi edik, lekin afsuski u tugagan ekan. Shuning uchun bizni demak portaldan kirgizmadi. Endi atski rezident paydo bo'lishi demak 23 soatdan keyin ekan. Bu degani bir kundan keyin yana qaytib o'sha event boshlanadi. Unaqa eventda ko'pincha hech kim seni ura olmaydi, faqat u yerda hayvonlar bo'ladi va sen hayvonni o'ldirganing uchun senga ko'proq pul beriladi va resurslar beriladi. Boshlang'ich o'yin uchun bu juda ham yaxshi imkoniyat edi. Menga bazamizdagi qorong'ulik va undagi dizayn menga yoqmadi. Shuning uchun men uni o'zgartirishga qaror qildim va uni yoritishga va undagi dizaynni o'zgartirishga harakat qildim. Aytgancha bu serverda sham juda ham ko'p kerak emas ekan. Shuning uchun oddiy komanda env yozishlaringiz mumkin ekan va sizlarga mana bunday qilib kechqurun yorituvchi effekt berilar ekan va sizga shamsiz ham mana shunday bloklarni qo'yib, mazza qilib turli joylarga yurishingiz mumkin ekan. Siz resurslar bilan shug'ullanguncha men ba'zan ozgina kattaroq va uni chiroyliroq qilishga harakat qildim.
Ozgina uyimni tayyorlab bo'lgandan so'ng keyinchalik esa demak share auksionni ko'rishga harakat qildim va bu yerdagi eng arzon narxlarni topib, bu yerdagi arzon narxlardagi narxlarni sotib olishga qaror qildim. Hozirchalik balansimizda bol 204 ta tanga bor. Bilaman, bu juda ham kam, lekin shu tangaga ham biror narsa sotib olsa bo'ladi. Masalan, mana bu torni 12 tangaga sotib olsak bo'ladi. Balki boshqa narsalarni ham sotib olsa kerak bo'ladi. Chunki server hozir yangi va ko'p o'yinchilar ko'proq pul ishlash maqsadida o'zlaridagi narxlarni juda ham arzon narxda sotishadi. Do'stim oldiga tepa qilib olib, uni bastion topganini ko'rib ko'zlarim yorishib ketdi va shuning uchun demak bastiondagi narsalarni qidirishga harakat qildik. O'ylaymanki, bu bastionda bizdan oldin hech kim bo'lmagan va adashmasam bastionda hali spawner ham bo'ladi. Lekin bizga hozir ozgina ko'proq oltin va sanduqlardagi olmoslar kerak edi. Pastga tushib qarasa agar bu yerdagi ko'p narsalar portlatilgan, balki singan yoki o'zi shunaqa spawn bo'lgan. Mana bu yerda qanaqadir gaz bizga hujum qilyapti. Harakatlanma o'sha gazni o'ldirishga, chunki to'g'ri aytsam, o'yin davomida bizni jig'imizga tegdi va uni o'ldirganimiz uchun menga yana +9 tanga berishdi. Endigina bu yerdan chiqib ketayotgan paytda sanduq topib oldim va uning ichidan olmosli kirka, udacha 1 va qanaqadir zamburug'lar bor edi. Mayli ularni olib, endi yana sarguzashtlarni davom etdik. Daraxt sindirib o'tirgan paytimizda qanaqadir o'yinchining ovozini eshitib qoldik. U daraxt o'tirib bizdan yashinayotgan ekan yoki bizni qo'pqon tushirib o'ldirmoqchi edi. Shuning uchun men uni demak aldab, uni og'zidan sindirib, uni yiqitmoqchi edim va qo'limdan keldi deb o'ylayman. Va uni ko'rsak oddiy o'yinchi ekan, undagi narsalar oddiy, demak qilich va qanaqadir toshli narsalar ekan. Shuning uchun u o'yinchi bizni qiziqtirmadi. Endigina o'rmondan chiqib ketgan paytda oldinda qanaqadir o'yinchini ko'rib qoldik. Undagi narsalar juda ham yaxshi ekan, shuning uchun o'ldirishga harakat qildim. Demak, uni o'ngdan tepadan chapdan urishga harakat qildim va do'stim menga yordamga keldi va uni o'ldirdik va bu o'yinchi yana bizni orqamizdan kelayotgan ekan. Agar bu o'yinchini bilmagan bo'lsangiz, u daraxtdan yiqilgan o'yinchi edi. Inventarlarimiz so'lib ketganligi tufayli hamma narsalarimizni sanduqlarga bo'shatdik va yana qaytib sarguzashtlarni davom etdik. Ertasi kuni serverga kirib, biz Mistika borishga qaror qildik va yo'lakay oldimizdan chiqqan dushmanlarni yengdik va Mistika borib bundagi resurslarni olishimiz kerak edi. Chunki Mistikda to'g'ri aytsam juda ham ko'p resurslar bo'ladi va ularni sotib biz juda ham ko'proq pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin bitta minus bor. U yerda juda ham kuchli o'yinchilar bo'lishi ham mumkin va ular bizga qarshi chiqib bizni o'ldirishi mumkin edi. Men uyga tezda borib o'ldirgan bolalar narsalarni olib sanduqimizga qo'ydik. Chunki kim biladi, agar men o'lib qolsam, agar u yerdagi narsalarni olishim, qaytarishim qiyin bo'ladi. Shuning uchun demak, favqulodda holatlarda hamma narsani sanduqlarimga to'ldirib qo'yib va qaytib do'stim oldiga tepa tashladim. Endi bizdan talab qilinadigan narsa Mistikda ko'proq narsalarni yig'ishimiz kerak edi. Shuning uchun men do'stimga tepa tashladim va o'zgina sabr qildim, chunki u meni olish kerak edi. Menda bir donagina Ender Pearl bor va bizda bitta imkoniyat bor, chunki Mistik bolalar tepada joylashgan va unga yetib borish uchun biz Ender Pearl tashlashimiz mumkin. Demak, bizani hozir to'g'ri aytsam, har tomondan o'yinchilar demak qurshab olgan, chunki Mistikda juda ham ko'p o'yinchilar bo'ladi. Aytgancha demak, meni balansim 1000 ta tangaga yig'di, lekin bu juda ham kam, chunki bizning maqsadimiz 1000 ta emas, balki millionga chiqarish. Xo'p, bo'lmasa demak teparoq chiqishimiz kerak. Endi qanday bo'lmasa ham bolalar va do'stim hozirchalik ehtiyotlik bilan tepaga ko'tarilyapti. Agar bizga qanaqadir o'yinchi bizga kamol o'tsa, agar biz o'lishimiz mumkin bo'ladi. Men demak o'zimga arbaletim olib, oldimizdan chiqayotgan dushmanlarga o'tishga qaror qildim. Mana bitta o'yinchi qanday qilib bo'lsa ham ko'tarilishga harakat qilyapti. Men arbaletni demak kuchaytirib, unga qarab yo'naltirdim, lekin arbaletim nimagadir ishlamadi. Chunki men arbalet bilan to'g'ri aytsam yaxshi o'ynashni bilmayman. Keyin kommentariyaga yozib qoldiring bo'ldi. Minecraftda sizlarga nima yoqadi? Arbaletmi yoki kamon? Bizda bitta imkoniyat bor. Mistik pastda joylashgan, lekin bizda bir donagina demak Ender Pearl bor va biz qanday bo'lmasin demak Mistikga borib tushishimiz kerak. Shuning uchun men demak Ender Pearl do'stimga berdim va endi hamma bizani demak kutgan natijalarimiz do'stimdan bo'ldi. Va men tepani demak tayyorlayman, u Ender Pearlni tashlaydi va u meni tezagina o'ziga tepa qilish kerak bo'ladi va meni vazifam u yerdagi narsalarni hammasini yig'ib olishimiz kerak bo'ladi. Mistik paydo bo'lishiga ham 10 sekundcha qoldi bolalar va do'stim demak tayyorgarlik ko'rib, meni o'ziga demak tepa qilib qo'yishi va u yerda setxom qo'yish kerak bo'ladi. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Demak, men do'stimga tepa tashladim va u yerda qo'ndi deb o'ylayman va biz omad kelib qanaqadir pastda demak tushib qoldik. Demak, Mistik ochilishga demak 3 daqiqa qoldi bolalar. Demak, hamma toperlar demak tepada. Hozirchalik demak biz pastda bolalar. Men bilmasam endi o'lishim mumkin bo'ladi, lekin hech qisi yo'q. Mana qanaqadir nezarechik turtib yubordi va men bolalar spawnga tushib qoldim. Do'stimga tepa tashlab uni zapros olishini kutdim va u meni oldi. Aytgancha, u hozir demak ko'rinmas demak ichimlik ichgan va uni hozirchalik ichim ko'rmayapti. Lekin meni hozir ko'radi, menda chunki ichimlik yo'q. Xo'p, emas demak tepalikda sizlar bilan kutib o'tiramiz. O'ylaymanki menga hujum qilmaydi bola. Bu juda ham xavfli. Demak, sanduqlar ochilishiga demak 1 daqiqa qoldi bola, balki 2 daqiqa, 1,5 daqiqa qoldi. Men do'stim bilmasam urib. Oy, demak pastda bola qanaqadir jang bo'lyapti, ehtiyot bo'lish kerak. U yerda ham bolalar kompyuterda o'ynayapti, ham telefonda o'ynayapti. Biz demak vaqtni demak tayyorlab, demak sanduqlarni ochishimiz kerak bo'ladi. Mistik ochilishiga ham ozginagina vaqt qoldi. Bir 10 sekundcha qoldi. Adashmasam, yo'q, qanaqadir bola hammaga kirdi berdi bola va ko'zim demak
demak qoralashdi. Mayli bola, bizga ozgina vaqt qoldi, demak sanduqni ochishimiz kerak bo'ladi. Kimdir bizga hujum qilyapti, kimdir meni o'ldirishga harakat qilyapti. Qanaqadir Kickstarter meni o'ldirdi. Yo'q, hech qisi yo'q. Messiga tepa qilib olib, bu yerda baribir sanduqlar bor ekan. Shuning uchun sanduqlarda bo'lgan barcha narsalarni oldik va bu yerda to'g'risaysan baribir zo'r narsalar bor ekan. Shuning uchun demak har xil ichimliklarni olib, demak qaytib bazaga tepa qildim bo'ldi. To'g'risaysan ozgina hayajon bordi va meni o'ldirishlardan qo'rqdim bo'ldi. Hozircha lekin menga hech kim tegmadi. Shuning uchun men uyga demak tezagina tepa qilib olib, wow, zo'r kirkalarni ushlab oldim. Demak Epic 5 ekan. To'g'risaysan bu kirka serverda 60 ming, 70 ming tanga turadi va qanaqadir zo'r unikta ichimlik topib oldim. Bu bir donasi adashmasam 40 ming, 50 ming tanga turadi va bir adashmasak bir 500 ming tangalik narsalarni yutib oldik bo'ldi. Agar qo'lingizdagi tovarni auksionda ko'rmoqchi bo'lsangiz, AH yozsangiz bo'ladi va AH hand yozsangiz bu sizni qo'lingizdagi tovarni demak auksionda ko'rsatadi. Bu demak bizani Drakon demak dixaniyasi degan adashmasam hidi. Bu ko'pincha ishlatilmaydigan keraksiz narsa hisoblanadi. Mana bu narsa juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Masalan, bir donasini 30 ming, 25 ming tanga bola hali server endi ochilgan. Shuning uchun bu yerda hali narsalar arzon. Bu ko'rishingiz mumkinki, hozir masalan serverga kirsangiz, bu ichimlik narxlari juda ham oshib ketgan bo'ladi bola. Aniq adashmasam 60 ming, 70 ming, balki 100 ming tangagacha ham chiqib ketishi mumkin bo'ladi. To'g'risi aytsam, Mystic boshlanishi bilanoq ozgina bizni o'ldirishgan bo'lsa ham, biz kech qolgan bo'lsak ham, lekin o'yin boshlanishiga o'ylaymanki, yaxshi natijalarga erishdik, chunki biz mana shuncha o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni demak yig'ib oldik. Bo'lmasa demak ichimlikni ichib olamiz va qaytib Benovoga qaytib chiqamiz. Ozgina ko'proq pul ishlash maqsadida. Bizadagi demak ozgina ko'rinmas ichimliklar bor edi va o'shandan bitta ikkitasini sotib, undan ozgina pul ishlashmoqchi edim. Agar qanday qilib sotishni bilmasangiz, agar AH yozasizlar va demak sell yozasizlar va undagi narxlarni yozasizlar bo'la va u avtomatik tarzda auksionda qo'yiladi. Bo'lmasa demak buni bittasini, bo'lmasa 25 tangaga hozirchalik qo'ysak ham bo'ladi, chunki rынок bolalar hozirchalik pastroq, keyinchalik esa kattaroq bo'ladi.